kattaroq yer qidirib yurganlar uchun bitta zo'r taklifimiz chiqib qoldi. Loliston mahallasi Pet kollejda shundoq ro'parasidagi kottejlarning o'rtasida joylashgan 16 sotiklik turar joy uchastkamiz. O'ng tarafimiz ham, chap tarafimiz ham kottej. Buni aka-ukalar yoki og'aynilar uy qilaman deb qidirib yurgan bo'lsa, yonma-yon qilib, mana shunaqa taklif yoki-da kottej qilib qurib sotaman desa ham zo'r taklif. Barcha kommunikatsiya, gaz, svet, suv, kanalizatsiya hammasi tayyor kelgan. Shundoqqina uyni qurib, chiroyligina qilib, maza qilib yashaydigan joy. Uni ustiga yana buravi artizan ham urib qo'yishgan ekan. Bir xonali pishig'ishdan bir xonali katta xona qilib qurilgan. Yonida sanuzelga joy tashlab ketilgan, alohida bitta yana bitta kladovkaga xona mo'ljallab tashlangan ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, 79 ming deb baholanyapti. Hozirgi kunda 70 ming dollarga olib sotarlar, xaridor bo'lib turgan ekan. 79 mingdan yana ozroq kelishtirib beradigan joyimiz bor. Pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar batafsil kelishib olamiz.